Abdullajon filmidagi rais bu tepadan tashiydigan narsa emas. Bu texnologik liniya. Bu nima vazifa bajarishini xos tushuntirib beraman. Hozir ko'rsatgan texnologik liniyamdan xuddi shunaqa organik suyuqlik chiqadi. Hozir bu qanaqa vazifalar bajarishini men sizga tushuntirib beraman. Bu narsani eshitib hayron qoldim. 1 litri 1 gektar yerga yetar ekan. Shunga siz ishonasizmi? To'g'risi men ishondim. Buni xuddi shunaqa qurib qo'ygan yerga sepasizlar va undan keyin 1 oyga qolmasdan sizlarga o'z natijasini ko'rsatadi. Ya'ni ekin turiga qarab mutaxassislarimiz sizlarga maslahatlarni berib borishadi. Bu mahsulotimiz 100% tabiiy va buni narxi nech pul deb o'ylaysizlar? Qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Mutaxassislarimiz bilan bog'lanaverasizlar va cheklanmagan miqdorda o'z mahsulotimizni sizlarga taklif qilamiz. Dilerlar bilan ham ishlaveramiz.